Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Xorazmcha go'mbani shab tayyorlashni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu vaqtda go'mbalar faqat ijjondan bo'ladi deb o'ylagan bo'lsangiz adashasiz. Go'mbani xamirni hamma xotin-qizlar biladi deb, ishimiz cho'zilib ketmasin deb to'g'ri nachinkani tayyorlashga o'tib ketdik. Birinchi nachinkamiz odatda ijjon bo'ladi, lekin shab so'lli, mazali bo'lib chiqishini sirini sizlarga ko'rsatib o'taman. Go'mbamiz so'lli bo'lishi uchun biz bonni asosan bo'yin qismini ishlatamiz. Go'shtimizga bir dona piyoz, 100 gram chorva yog' berib, tabiga ko'ra duz, qora burch, koreyskiy duz beramiz. Ikkinchi nachinkamiz sirdan bo'ladi. Buning uchun bizlara zo'raridon sirlarni tanlashimiz kerak bo'ladi. Keyingi nachinkamiz brinzadan bo'ladi. Mana magazinimda donib turgan brinza bor ekan. Shuni olib ishlatdim sizlar. Sveji olib ishlatsangizlar ham bo'ladi. Brinzani nachinkamiz ichine bir bog' ukrop, bir bog' kenzani mayda-mayda qilib to'g'rab, ikkisini bir aralashtirib beramiz. Tavanimizni gazga qo'yib, yog'ni solib, yog'imiz qizincha nachinkalarimizga yog', duz, qora burchlarni berib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Shu vaqtda epkam yo'q qoldi. Pa zo'r bo'ldi dedim men. Qo'limga 100 ming so'm berdim. Xamirlarni yaydirib büktirib oldim baxanada. Bir mellik qarab tursam, epkam xamirlarni yaydidan, nachinkalarni soldidan, yosh bolalarning chimitlaganining xamirlarni chimitlab tashladi. 100 mingdan oldin epkam surdi. Go'mba pishirish esa o'zim aqaq ketdi. Pishirishni bilaman dedimda, qizib turgan yog'imizga go'mbani solib, yanini qizartirib pishirib oldim. Pishib chiqqan go'mbalarim sarilkaga soldimdan, birini tena uraman deb birinchi chetdan yeyishni boshladim. Mana ko'rdingizlarmi, go'mbani sizlar ham ijjondan bo'ladi ekan deb o'ylab yurgan ekansizlar. Sizlar ham pishirib ko'rib, javobini kommentariya yozib ketinglar. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qo'yinglar va yaqinlaringizga yo'q qo'yinglar. Hammaga rahmat.